Keling, bugun biz sizlar bilan Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti haqida gaplashamiz. Texnika universitetiga 1920-yilda asos solingan bo'lib, texnika sohasiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Minglab mutaxassislar aynan ushbu universitetda o'z yo'llarini boshlagan. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ham aynan ushbu universitetda tahsil olgan. Universitet energetika, elektronika va avtomatika, mexanika, geologiya, qidiruv, kon metallurgiya, neft, gaz hamda kompyuter texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlar fakultetlaridan iborat. Hozirda bu universitetda 20 mingga yaqin talaba kunduzgi, kechki, sirtqi va masofaviy ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Bundan tashqari Toshkent davlat texnika universitetida qo'shma ta'lim dasturlari mavjud bo'lib, talabalar Rossiya, Xitoy, Germaniya, Janubiy Koreya va Turkiyaning nufuzli universitetlari bilan hamkorlikda ikkita diplom olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Diplom har ikkala davlatda ham tan olinadi. Dasturlar asosan ingliz tilida bo'lib, texnika, muhandislik va kompyuter fanlari kabi sohalarda taqdim etiladi. Bu dasturlar talabalar uchun xalqaro tajriba va ilmiy izlanish imkoniyatlarini yaratadi. Toshkent davlat texnika universiteti QS reytingida 950 o'rinlarni zabt etdi va bitiruvchilar yutuqlari indikatori bo'yicha universitet 540 o'rinni egalladi. Hozirda universitet rektori, akademik, texnika fanlar doktori, professor Turabjonov Sadriddin Muhammaddinovich. Toshkent davlat texnika universitetida 964 ta o'qituvchi dars beradi. 2024-2025 o'quv yilida universitetga kirish ballari kontrakt uchun 56,7 ball, davlat granti uchun 68,9 ballni tashkil etgan.